Tong. Mana yana tong. Kamera yondi. Hayyo, barchangizga assalomu alaykum. Men Sarban Kompotman. Yangi videomga xush kelibsizlar do'stlar. Sizlar bugun mana yangi videomda ko'rib turganman. Sizlarni nihoyatda xursandman. Videoga kirishdan like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Yangi qishloq endi sizlarni ham joninglarga tegib ketdi. Har qanaqa yangi qishloqda o'ynaymiz. Endi faqat shu qishloqda o'ynayman. Endi hech boshqa qishloqda o'ynamayman. Faqat va faqat shu qishloqda video chiqadi. Biz hozir mana shu yerda ishlar, mana bu yerlar katta, mana bu yerda do'konlar, mana bu qishloq zo'r ekan. Men bu qishloqqa ko'chib keldim va mana shu uyni sotib oldim. Hozir sizlarga uyimni obzor qilaman. Mana hozir mening uyim, mana uyimning ichkari qismi, bunda tepasi ham bor, mana kichkina bo'lsa ham. Mana bu yerimda hech kim bilmaydi, bu o'zim qurib qo'yibman. Agar birov bilib qolsa, meni aniq o'ldiradilar. Men buning uchun bu uyga o'zi tashlandik edi. Men oldimda podvali ham bor ekan, buni ko'p narsalari bor ekan. Menga hozir tomorqamni artib merga borib beray. Tomorqamni artib olay, qani matekam qani edi meni. Temirim ham bor 10 ta. Shaxtadan topganman. Shuni qizdirish kerak va merdan bugun oylik beradigan kunim merni. Oyligimni olaman va mazza qilib yashaymiz. O'zi 9 tami qanchadir pulim qolgan. 9 tami shunga o'xshaganmi? Video pullarini hammasini berib bo'ldim. Shunday hozir tomorqani ham mana bir stak chiqdi. Mana shu 16 tasi yetarmikan hamma joyga? Bitta joyga yetdi 16 ta. Hozir men endi merni oldiga boraman. Qani endi mer yo'q deydi, bu qishloq juda katta. Mana bu yerda tashlandiq uy bor. Mening uyim ham shunaqa ahvolda edi mana. Mana shunga o'xshab yotgan. Buni qaranglar. Hamma joyini qaranglar buni. Uymi bu, nima bu? Golem tog'alar yuribdi mana bu yerda. Hozir mana merni uyi. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum assalom, voy Kompot. Tomorqalar olib keldim mer. Ha, yonboshinglar sandiqlarga sol. Mana bularga ham. Ha. Menga oyligimni beradigan kuningiz edi, oyligimni bermaysizmi? Bo'pti, hozir beraman. Mana rahmat, bu boshqa gap. Ha, menga boshqa ish yo'qmi? Ishim bor. Bizning qishloqqa yangi o'yinchi kelayotgan ekan. Shuni kutib olasan va bitta uylar berib joylashtirasan o'zing. Xo'pmi? Bo'pti, mayli. Uning uchun menga pul berasizmi? Bir stak beraman bo'pti yana. Uni hamma joylarni tanishtir va meni oldimga olib kel. Shunaqa ishlarni qilinglar. Va do'konlardan mebelni olib ber uyga. Hali meni yonimga kelib uy oladi u. O'zing ham yonimda turib qarashib olasan menga. Bo'pti. Qayoqdan kelar ekan endi u? Bratan qayoqdan kelayotgan? Do'stlar, bizni qishloqqa yangi odam kelar ekan. U hozir endi qayoqdan kelayotgan? Qaysi tarafdan? Hozir keladi deganda mer. Shun qayoqdan kelayotgan? Men shungacha matekamni qo'yib qo'ydi. Mana. Bratan, assalomu alaykum. Va alaykum. Siz yangi keladigan odamsiz bo'lsangiz kerak, ha? Ha. Men hozir uyimga shunday borib qo'ydim, shu yerda turib turing. Sizga qishloq tanishtiraman, xo'pmi? Xo'p. Shu yerda 1 minut turib turing, hozir kelaman. Uyimga narsam tashlab olay. Do'stlar, mana yangi odam ham kelib oldi. Bratan, yuring. Qishloq tanishtiraman. Mana bu do'konlar, mana bu yerda do'konchi Bratan bor. Mana bu
sotiladi. Mana shu yerda olsangiz ham bo'ladi. O, bratan, qanisiz? Diro aka. Mana shu yerda olsangiz bo'lmaydimi? 6 sakil. Olasizmi? Bo'pti, unda shu yer mosmi sizga? Mana ko'ring, ichkari kiring bir. Yomon bir asab buzadigan odam ekansiz. Bo'ladi. Shu qishloqda yashaysiz endi. Shu yerda mana 6-8 minut ismingiz Diromi? Bo'pti, yuring merni oldiga. Menga 6 sak bering. Qani siz yo'qolib qolaverar ekansizlar bugun. Odam asabini buzib. Menga bering, o'zim beraman merga 2. Tashlang. Yana 3 sak bering. 4. Yana bering, oy. Oldingmi? Mang buni olib qo'ying, bratan. Mana buni ham oling, oldindan to'lov bor. Sizga mayli 4 sak beraman. Men yordamchisiman men. Mana bu yerga Diro deb yozib qo'yamiz. Diro pastlikcha mana ismingiz yozilgan, bo'ldimi? Ha. Bu 2 sakga pul olasiz, mebel olasiz. Yuring bratan. Merni uyini ko'rsataman sizga. Mana bu yerda merni uyi, bizning mer shu. Assalomu alaykum mer. Va alaykum assalom. Yangi odam keldimi? Ha, keldi. Mana pullarni hozir ichkariga kiraman deb sandug'ingizga solib olaman. Bo'pti. Mana sabolnim mer. Bu bratanga endi men qishloqdan tanishtiram, hujjatlarni berdingiz. Yuring bratan. Kitobda g'arim bor ekan. Ha, qo'rqinchli kerak-ku. Yuring. Tegmaydi u g'arim. Mana bu yerda bitta do'kon bor, mebel do'koni. Ikkinchi. Kiring. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nima kerak? Yo'q, hozircha bizga bratan ko'rib o'tdi narsalarni. Bratan olasizmi shu yerdan yoki boshqa joydanmi? So'raman. Hozir kelaman men. Pullarni menga bering. Chukam bilan boltamni olay. Bratan, menga 1 stak bering. 1 stakmi? Qanchadirlar bersangiz? Mana. Bo'ldi. Bratan, sizga hozir pechka kerakmi? Ha, ishtoham kerak. 1 stak. Sandiq. 2 ta pechka, bitta 1 stak, shunga o'xshagan narsalar olib beraman, bo'ladimi? Sandiq ham kerakmi? Ha. Yana mana bu. Karavot. Qoching bratan. Yana mana bu qo'l yuvadiganni olamizmi? Qoching bratan, sizga tushib qoladi hozir. Mana bu o'tiradigandan-chi? Ha. Bo'ldi, bundan bitta olamiz. Komplekt qilib. Jital chiqarib yubordingiz, ey. Bo'pti bratan, qancha bo'ldi? Sizlardan 4800 minut. Bo'pti hozir. 20 40. Mana bo'ldi. Ketdik bratan. Chiqing. Bo'pti, rahmat bratan. Bo'pti, kelib turinglar. Ovqat surangiz yo'qmi sizda? Yuring bratan, uyingizga joylashtirib ham beraman. Mana shunday qilamiz. Bu qilmashading, biraz tatvoshgan. U pullarni turursiz, u pullar o'zingizda. Bog'da yasha boshlaydi. Mana bu yerda qo'l yuvadigan joyingiz. To'xta, bermayapti. Boring, merni oldiga borasiz. Bo'ldimi bratan, menda ish yo'qmi? Yo'q. Bo'ldimda men uyimga ketdim. Merni uyi yo'q emas edi, ana tarafda. Mana merni o'zi. Ber. Ha, Menga bir tomosha bering. yo'q bermayman, ketdim men.
Tomorqa yo'q, bratan, shunga xafa bo'lmaysiz. O'zingiz bitta qurib olasiz. Bo'ladimi? Taxta yo'qda. Yog'och. O'zingiz bir nima qilasiz, xullas. Короче, men ketdim. Chopingda. Indamagan so'ng. Mana do'stlar, ko'ryapsizlar. Qishloqqa yangi odam keldi, kutib oldik. Yomon bir unaqa odam ekanda, bir merga tomorqa bering dedi. Quti yog'och yo'q dedi, o'zi chopib olsa buni. Barchangizga xayr shunda. Bir kelasi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.